Bozorlik qilib kelib berasizmi? Ha, kecha men senga pul berdim do'kondan kerakli narsani olib chiqqin deb. Olib chiqmadingmi? U bergan 200 ming so'mingizga nima ham beradi? Kerakli bo'lgan narsani olib chiqib turgan, yetmagani bo'lsa men o'zim olib chiqib beraman senga. Qachon biz ham odamlarga o'xshab bunday bir yaxshi narsalaymiz? Go'shtlarni xilma-xili chiqib ketgan, bilasizmi? Rulet, qazi, sosiska, indeyka qanchasi bor? Qachon yemiz biz ham bunday bir yaxshi narsalarda? Ha, bu qolar azina sabr qilgan, men ham harakat qilaman o'sha narsaga. Sizni bu yalqovlanib turishingizda hech qachon bo'lmaydi. O menga qara tushunmadim. Tiling chiqib qoptimi sani? Chiqadi deb haqiqatda gapiryapman. Ming la'nat bo'lsin sizni uchratganimga, sizga tegganimga. Nima deyapsan? Yashamayman men siz bilan boshqa. Senda o'zi bir ayolning iffati degan narsa bormi? Erga itoat qilish degan narsa bormi? Kelganimda yaxshi gapirib, yaxshi kutib olasanmi meni? Qachongacha menga mana bunaqa tilingni ikki qarich qilmoqchisan? Menga qarang, men sizga tegib o'zim nima ko'rdim? Ustimlik kiyimimni qarang, qachon edi olganim? Даже salonga ham pul bermaysiz, xarajatlarimni qilmaysiz, hech qanaqa aytganimni qilmaysiz. Qaytib bu uyga qadamingni ham bosmagan, sen men uchun o'lgansan, yashamayman sen bilan. Sendagi xotin chalish qo'lida hech qanaqa ish kelmaydigan ahmoq er bilan yashaganimdan ko'ra yashamaganim yaxshi. Erki. Yaxshimisan? Rahmat. Nima u sening bilan? Yashamayman deyapsan. Xohlagan payt uylanib, xohlagan payt tashlab ketsa, Meni oilamda yetishmovchilik, kamchilik, kezi kelganda to'qchilik ham bo'lishi tabiiy, to'g'rimi? hop, Ayol kishi erini qo'llab-quvvatlashi, yonida turishi, uni olib kelganiga sabr qilishi kerakmi yoki yo'qmi? Meni g'ururimga botadigan og'ir gaplarini siz ham eshitganingiz edi. Mana shunaqa ayolga uylanganingiz uchun siz ham afsuslangan bo'lardingiz. Oilani pul bilan o'lchab, puli bo'lmaganda kerak emas deydigan inson bilan ikki dunyoda ham yashamayman. nima deganding eringga? Gapir. Aka, men sizga aytgan uyalama u gaplarni. Uyingda bir kun go'sht yemasang, ertasi kunga yeysan. Har kuni noning bor, yeyishga ro'zg'oring bor. Nimaga noshukrchilik qilasan? Senga o'xshagan besabr ayollar ko'payib ketdi. Sanlarni jag'laring har kuni go'sht yeyish kerak. Oilani kamchiligiga sabr qila olmaysanlar. Menga uyalib aytmagan gaplaringni eringga aytishga uyalmadingmi? Ering endi qaytarib olib kelmayman dedi. Tupurgan tupugimni qaytarib oladigan darajada erkak emasman dedi. Oldin ajrashib keldi degani og'ir gap edi. Sinot edi. Hozir sendagi ayollarning kasofatiga bu narsa oddiy hol bo'lib qoldi. O'zingning hayotingni o'zing barbod qilding.